Videoni yaxshilab ko'ringlar do'stlar. Bu joyimizga 3 ta erkak kishi kerak do'stlar. Villa bu. Har doim aytaman, dacha bilan villani farqi bor. Yotoq pitana tekin, dokument kerak emas, bez dokument ishlasangiz ham bo'ladi. Ketishda problema bo'ladi desang, bizga aloqaga chiqsang, bez deport chiqarib yuboramiz. O'zlaring uchun dokument qilaman desang, yangi kelganlar bo'lsa, noldan turdoy dogovorgacha qilib beriladi. Yotoq pitana tekin, dokument kerak emas. Agar dokument bo'lsa, to'lab beradi do'stlar patentigacha. Aniq ishlamoqchi bo'lgan odam murojaat qilsin. O'zbekistondan kelmoqchi bo'lganlarga do'stlar biletgacha jo'natiladi. Xohlasalar hozir ishni zayn qilib turib, mana shu oyda oxiriga borsalar ham. Bu villa do'stlar, villani bir kishi olgan bo'ladi. O'sha korxonani bu do'stlar bitta odamniki emas, korxonani villasi bu. Yaxshilab eshitinglar, bu korxonani villasi do'stlar. Betga kelib turib 3-4 oyda dachada xazayn bir oyda 2 marta yo 1 marta kelsa, bu villada 3-4 oyda bir keladi, qarab o'tiriladi do'stlar. Ko'pchilik tushunmaydi, har haftasiga kelmaydi do'stlar. Shunga e'tibor beringlar. Villani yaxshi tarafi 3-4 oyda bir keladi. Mana shu ko'rib turgan joylaring. Do'stlar, menga aloqaga chiqmoqchi bo'lsalaring, +79 16 199 38 94 raqam Telegram bor. Telegramni yozsalaring, pulni javob beramiz. Faqat aniq ishlaydigan odam murojaat qilsin. 3 ta erkak kishi yoshini katta bo'lsa ham ishga olinadi. Yosh katta bo'lsa ham olinadi degan sababi, bu joyda hech kim trebit qilib, ishni sizlarga mo ishni qil demaydi. O'zlaring bilib ishlaringni qilib yuraverasizlar do'stlar. Mana kim ishlamoqchi bo'lsa, oylik har bir odamga 180 mingdan to'lanadi. Aqli yetganlar ishlayman, pul qilib ketaman deganlar, xolasin 2 kishi borsin-da, 2 kishiga 3 kishining puli beriladi do'stlar. 1 kishining puli qo'shib beriladi. O'rtasidan teng bo'linadi do'stlar. 90 mingdan shu 2 kishiga beriladi bo'lib. Agar 2 kishi eplaymiz desalar, bu joyda do'stlar umuman qarovsiz qolgan, mana ko'rib turibsizlar, umuman qaralmagan bu do'stlar. Men betga bir oyda bir marta kelib turib tozalash uchun kunbay odam olib kelib ishlatyapmiz dedi. Bir oyda bir marta tozalash uchun 3-4 ta odam. Bu joyga ofitsialni odam kerak do'stlar. Xohlasalar 1 yil ishlaylar, xohlasalar 2 yil ishlaylar, hech kim qarshilik qilmaydi. Mana kim ishlamoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilsin. Ishga tushdingiz, sizda pul taraflama problema bormi? Xolagan pulingizni olib beraman. Lipbo'y odamga faqat ishlab berib to'lishlar. Ya'ni hammaga ham olib bermayman. O'z gaplashganda bilinadi do'stlar. Bizda ham ko'pchilik tushirgan, pulni olib turib surib olgan ham do'stlar, har xil vaziyat bo'ladi. Shuning uchun oldindan lipbo'y pulingizni olib beraman. Pulga muhtoj bo'lsalaring do'stlar. Mana kim ishlamoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilsin. Faqat aniq, realni ishlaydigan odam. Mana shu ko'rib turgan joylaring mana shu shaharda yonida joylashgan, hech kim borib melisa zotiga lipbo'yiga javob beriladi. Bez dokument, pulni bez dokument xohlasin kelib turib ishlasin, faqat yaxshi odam bo'lsa, melisa taraflama lipbo'ychasiga javob beradi. Mana kim ishlamoqchi bo'lsa, faqat realni aniq odam murojaat qilsin. O'yin